Bir nigohda oddiy bir alanga, ammo uning ortida butun bir tizim. Quvurlar, stansiyalar, muhandislar, dispetcherlar, raqamli platformalar va millionlab xonadonlarni bir-biriga bog'lab turgan ulkan mehnat. Gaz shunchaki yoqilg'i emas, u xonadonlar farovonligi, korxonalar barqarorligi, iqtisodiyot harakati va mamlakat taraqqiyotining muhim tayanchlaridan biri. Shu bois gaz ta'minoti tizimini yangilash faqat quvurlarni almashtirish emas, bu boshqaruvni o'zgartirish, texnologiyani yangilash, xavfsizlikni kuchaytirish, eng muhimi insonga xizmat ko'rsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqishdir. Iste'molchilarga suyultirilgan tabiiy gaz yetkazib berishda bizda qo'limizda hisob-kitob yo'q edi. Qog'ozlar bilan ishlanardi yoki aholiga tabiiy gaz yetkazib berishda ham iqtisod, raqamlashtirish, aniq bir rejalarimiz qo'limizda yo'q edi. Bundan 9 yil avval sohada yillar davomida to'planib qolgan muammolar bor edi. Eskirgan infratuzilma, qo'lbola nazorat, ma'lumotlarning kechikib kelishi, hisob-kitoblardagi murakkabliklar, yo'qotishlar, ta'minotdagi uzilishlar va eng muhimi iste'molchi bilan tizim o'rtasidagi masofa. Bugun esa bu manzara o'zgarmoqda. Aholiga yetkazib bergan tabiiy gaz uchun debitor qarzdorligimiz juda katta bo'lardi. Bu debitor qarzdorlikni yig'ish uchun butun hokimiyat tizimi, mahalla tizimi, boshqa tashkilotlar hammasi ushbu gaz debitor qarzdorlikni yig'ish bilan ovora bo'lardi. Noreal debitor qarzdorlik yuzaga kelishi oldi olindi. Qarzdorlik yuzaga kelgan iste'molchilar o'z vaqtida to'lashga odatlanishdi. Gaz ta'minoti tizimida boshlangan keng ko'lamli islohotlar sohaga yangi yondashuvni olib kirdi. Endi vazifa faqat gaz yetkazib berish emas, vazifa ishonchli xizmat ko'rsatish. Har qanday tizimning ishonchliligi uning poydevoridan boshlanadi. Gaz ta'minotida bu poydevor tarmoqlardir. So'nggi yillarda mamlakat bo'ylab gaz infratuzilmasini yangilashga katta e'tibor qaratildi. Gaz ta'minoti tizimimizda, tarmoqlarimizda 50 yil, 60 yillik gaz quvurlari bo'lardi. Ularni mukammal ta'mirlash, rekonstruksiya qilish ishlari uchun juda kam mablag' ajratilardi, juda e'tibor kam bo'lardi. Bir yilda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarida 100-150 kilometr gaz quvurlari rejalantirilardi. Hozirgi davrda 600-700 hatto 900 kilometrlab mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi tarmoqlar tortildi, eski quvurlar rekonstruksiya qilindi. Gaz taqsimlash obyektlari zamonaviy uskunalar bilan jihozlandi. Bu raqamlar ortida esa oddiy statistika emas, balki millionlab iste'molchilarning kundalik hayoti turibdi. Avvallari tabiiy gaz bilan gazlashtirish iste'molchilarni, ayniqsa aholi iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib berishda, gazlashtirishda ko'p kelajakni o'ylanmaganligi, aholini o'sishini hisobga olmaganligi, gazlashtirishda ko'p xatolikka yo'l qo'yganmiz. Hozirda ushbu holatlarni aniqlik kiritish uchun mana birinchi navbatda gidravlikasi, gaz tarmoqlarini ortiqcha tarmoqlardan voz kechish, tortilgan ortiqcha tarmoqlardan, shuningdek gaz tarmoqlarini kapital mukammal ta'mirlash, joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirilmoqda. Avvallari respublika bo'yicha 100 kilometr gaz tarmog'ini o'rtacha ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, respublikada bugungi kunda 16250 kilometr yer osti gaz tarmog'i bo'ladigan bo'lsa, bundan qariyb 800 kilometr tarmoq ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Har bir payvand chokida mas'uliyat, har bir metr quvurda xavfsizlik, har bir yangi tarmoqda esa kelgusi yillar uchun ishonch mujassam. Chunki bugun qurilayotgan infratuzilma ertangi kunning energetik barqarorligiga xizmat qiladi. Gaz tarmoqlarida resurs yetishmasligi holatlarida murojaatlar ko'payib ketishi va o'sha qo'sh qator trubalarni, gaz quvurlarini ko'payib ketish holatlari bo'lgan. Hozirgi kunda ikki bosqichli gaz ta'minoti tizimiga o'tdik. O'rta bosim orqali gaz beryapmiz. Ortiqcha gaz taqsimlash nuqtalari olib tashaldi. Uni ustiga o'sha qo'sh qator gaz quvurlarini tartibga keltirish hozir yo'lga qo'yilgan. 8 qator, 10 qator trubalarni bir qator qilib, chiroyli qilib montaj qilib, gidravlik holati ham yaxshi, aholida
gaz ta'minotida uzilishlarni oldi olingan. 2020-2024 yillar davomida respublikamizda mavjud bo'lgan gaz quvurlarini 929,6 kilometr tarmoqlarimiz mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, birgina 2025-yilda 558 kilometr gaz quvurlarimizni mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Jumladan 26-yilda bu ko'rsatkichimiz yanada ko'tarilib 769 kilometr tarmoqlarimizni mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilib kelmoqda. 2026-yilda o'zida 800 ta yangi gaz taqsimlash punktlarini modernizatsiya qilish va bularni masofadan turib boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan telemetriyali gaz taqsimlash punktlari bugungi kunda foydalanishga topshirilish ishlari yakuniga yetkazildi. O'tgan davrlar mobaynida 1236 kilometr yangi gaz quvurlari tortilgan. Ammo tizimni yangilash faqat yangi quvur qurish bilan cheklanmaydi. Gazni qancha qabul qildik, qanchasi yetkazib berildi, qayerda yo'qotish yuzaga keldi, qayerda muammo paydo bo'ldi. Bu savollarga aniq javob bo'lmasa, eng zamonaviy infratuzilmaning o'zi ham kutilgan samarani bermaydi. Shu bois sohada hisob va nazorat tizimlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Askuk hisoblagichlarni o'rnatishimizdan oldin gazni yetkazib berardik va yetkazib berilgan va hisobotlarga olingan gaz orasida tafovut yuzaga kelardi. 18-20% gazni qayerga ketganini topa olmas edik. Hozir Askuk hisoblagichlar o'rnatildi. Uning ustiga yirik hududlarda, har bitta hududlarda hisoblagichlar o'rnatildi, tahlil qilindi va ular onlayn nazorat orqali o'sha qaysi hududda qancha gaz yongani ko'rinib turibdi va o'sha ortiqcha gaz sarflanayotgan hududlarga urg'u berilib, o'sha yerda tadbirlar o'tkazilib, o'sha gazni yetkazib berilgan va qabul qilingan gaz orasidagi tafovut hozir 3-4% ga tushgan. Ortiqcha yo'qotishlarni oldi olingan. Islohotlarning eng muhim mezoni tizimning insonga qanchalik yaqinlashganidir. Shu maqsadda mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Sohaning 4,5 mingdan ortiq xodimi aholi bilan bevosita ishlashga yo'naltirildi. Endi muammoni faqat murojaat kelganidan keyin hal qilish emas, uni oldindan ko'rish va bartaraf etishga intilish muhim. Mahallabay ishlash tizimi doirasida har bir mahalla gazchilarimiz tomonidan xonadan boy ishlarni tashkil etishgan. Bunda onlayn boshqaruv tizimi orqali sun'iy intellekt maxsus topshiriqlarni yuboradi, lekin xonadonboy ishlash tizimi doirasida aniqlangan qo'shimcha muammoli masalalar yoki yechilmagan masalalarni joyida qo'shimcha o'zi uchun topshiriq yaratgan holatda platformada o'rganish davomida aniqlangan muammoli masalalarni o'z vaqtida sifatli o'sha yerni o'zida yechimini qilish imkoniyati yaratildi. Mahalla gazchilari uchun berilgan maxsus planshetlar o'sha jamiyatning markazlashgan korporativ dasturlariga integratsiya qilingan bo'lib, har bir kiritilgan ma'lumot yoki jarayonlar onlayn rejimida markazga uzatiladi va markazda tahlil qilgan holatda bir qancha soniyalarda o'sha muammoli masala bo'ladimi yoki qo'shimcha bir texnik holatlar bo'ladimi o'z yechimini joyida topadi. Davlatimiz rahbari tomonidan har bir masalani o'sha joylarga tushgan holatda xonadonboy, mahallabay shaklda ishlarni tashkil etish borasida biz ushbu yo'nalish faoliyat jozibadorligini oshirish maqsadida, xodimlar mas'uliyatini oshirish maqsadida har bir xodimga KPI mezonlari belgilangan. Ushbu KPI mezonlari har bir xodimning ish boshlaganidan to ishini yakunlangunga qadar qiladigan va amalga oshiriladigan vazifalarni belgilab beradi. Mahalla gazchilari o'sha xonadonboy faoliyatlari davomida muomala madaniyatiga, yurish-turish madaniyatiga qat'iy amal qilishlari ham
belgilangan. Energiya tejamkorligi faqat texnik masala emas, bu iste'mol madaniyati. 1.3 millionta ma'nan eskirgan gaz uskunasi zamonaviy uskunalarga almashtirildi. Natijada 18.1 million kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishildi. Bu esa bitta muhim haqiqatni ko'rsatadi. Tejamkorlik resursni asrashdan boshlanadi. Iste'mol hajmi agar xonadonlar kesimida oladigan bo'lsak ham 40% ga kamaygan. Oldin qish oylarida 500 kubometr yoqadigan aholi soni juda ko'p bo'lardi. Hozirgi kunda bu 3 milliondan 900 mingga tushdi. Demak, 3 barobar kamaydi. 3 barobar aholi xonadonlari o'sha tejamkor gaz garelkalarini o'rnatishdi. Tejamkor isitish qozonlarini o'rnatishdi. Undan tashqari xonadonlarida kerak bo'lmaydigan isitish, foydalanishda bo'lmaydigan xonalarni isitishni to'xtatishdi. Bu o'z navbatida o'sha xonadonni, o'sha oilani oilaviy byudjetiga foyda keltirdi, tejamkorlik yuzaga keldi. Yana eng bir jihati shundaki, o'sha xonadonlardagi tejamkorlik yuzaga kelganligi, demak, tarmoqlardagi gazni sarfini kamaytirdi va oxirgi tarmoqni oxirida joylashgan iste'molchi xonadonlarimizga ham tabiiy gazni yetib borishi me'yorga keldi. Suyultirilgan gaz ta'minotida ham boshqaruv va logistika tizimi qayta ko'rib chiqildi. Gaz to'ldirish inshootlari modernizatsiya qilindi. Saqlash va to'ldirish quvvatlari oshirildi. Yetkazib berish jarayonlari optimallashtirildi. Bugun iste'molchini ta'minlash faqat mahsulotni yetkazish emas, bu uning harakatini, hisobini va manzilgacha bo'lgan har bir bosqichini nazorat qilishdir. Mingdan ortiq aholiga suyultirilgan gaz tarqatish maxsus texnikalarni xarid qilinishi yoki ekspluatatsiya ishlarida qariyb 450 ta mana texnika xarid qilindi. Maxsus laboratoriya mashinasi orqali gaz sizib chiqish holatlarini boshqaruv tizimi joriy etildi. Ya'ni o'sha maxsus laboratoriya mashinalari bilan yurib, qayerda gaz chiqish, virtual holatda va uzoq masofadagi imkoniyati yo'q joylardagi gaz chiqish holatlarini biz aniqlash imkoniyatiga ega bo'ldik. Avvallari suyultirilgan gaz tizimida ishlab chiqarish korxonalaridan avtotransport hamda vagon sisternalar orqali tashib kelishdagi holatlar umuman raqamlashtirilmagan hamda yo'ldagi holatlar umuman nazoratga olinmagan, ishlab chiqarish korxonalaridan to gaz to'ldirish inshootlarigacha bo'lgan masofadagi holatlar umuman nazorat qilinmasdan kelingan. Bugunga kelib ushbu yo'nalishlar to'liq raqamlashtirilgan. Hatto ishlab chiqarish korxonalaridan qaysi avtotransport vositasi kimga biriktirilgan, bugungi kunda qaysi hududda turgani, qayerda to'xtab qolgani va qaysi gaz to'ldirish inshootlariga yetkazib berilishi, shuningdek vagon sisternalar ham qaysi stansiyada turganligi va necha kun oralig'ida yetkazib berilishi barchalari bugungi kunda o'sha to'liq tizimlar dasturlanib, dasturiy ta'minotga ega bo'lgan. Ya'ni suyultirilgan gaz ta'minot qismi to'liq raqamlashtirilgan. Barcha ushbu jarayonlar markaziy dispetcherlik punktida barcha tizimlar nazorat qilib borilmoqda. Bir vaqtlar ma'lumotni olish uchun vaqt kerak edi. Bugun esa ma'lumotning o'zi harakatda. Raqamli texnologiyalar gaz ta'minotida boshqaruvning yangi modelini shakllantirmoqda. Muhtaram prezidentimiz biz sohaga bergan katta e'tiborlari oqibatida bugungi kunda to'liq jarayon raqamlashtirildi, onlayn boshqaruv tizimiga o'tildi. Hattoki xodimlarni ish jarayonlari onlayn nazoratiga o'tdi. Ya'ni barcha sohada olib borgan ishi, bajargan ishlarga KPI belgilandi. Har bir qilgan ishini onlayn tizimda bizga yo'naltiradi. U gaz tarmog'ini nazoratdan o'tkazish, GRPlarni taftishdan o'tkazish, gaz sizib chiqish holatlari, baxtsiz hodisalar, noqonuniy gazdan foydalanish holatlarini bugungi kunda to'liq boshqarish imkoniyatini yaratdik. Yangi tizimning eng katta ustunligi tezkorlik. Muammoni kutish emas, uni oldindan ko'rish. Ma'lumotni yig'ish emas, uni tahlil qilish. Qarorni kechiktirish emas, kerakli paytda aniq qaror qabul qilish. Maishiy gaz ballonlariga maxsus NFC chiplarni o'rnatib kelmoqdamiz. Maishiy gaz ballonining xizmat qilish muddatlari, ya'ni uning pasport ko'rsatkichlari, ishlab chiqarilgan zavodlari, shularni barchasini o'sha chip orqali nazorat qilinadi. Shuningdek, maishiy gaz ballonlarining qayerda bugungi kunda harakati, qayerda turganligi va qanday maqsadlarda foydalanayotganligini onlayn harakat orqali kuzatish imkoniyatlari yaratib kelinmoqda. Aqlli hisob, aniq hisob.
Gaz ta'minoti sohasida raqamli boshqaruv islohotlarining yangi bosqichini boshlab berdi. Real vaqt rejimida monitoring, intellektual hisoblagichlar, yagona ma'lumotlar bazasi, zamonaviy dispetcherlik markazlari tizim samaradorligi va shaffofligini yanada oshirmoqda. Oldinlari biz ishlagan vaqtimizni eslaymiz. Aholi xonadonlarga gazni taqsimlashdi. Barcha xonadonlar u gazni to'liq yoqishi, qancha me'yorda yoqishi yoki iqtisod qilishi bizda nazarda tutilmagandi. Aholi jon soni va hajmiga qarab hisob-kitoblar amalga oshirilgan. Barchasi qog'ozda bo'lgan. Bugungi kunga kelib mana aqlli gaz hisoblagichlarni o'rnatish orqali bugungi kunda har bir xonadonda onlayn nazoratga o'tgandagi aqlli счетчик orqali qancha kuba gaz yoqayotgani, qancha to'lov amalga oshirilganligi va gazni qancha iqtisod qilish imkoniyati hammasi vaziyatlar markazi bor. Dispetcherlik xizmatda vaziyat markazi tashkil etildi. Shu vaziyatlar markazida barcha jarayonlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldik. Hisob-kitobdagi aniqlik ishonchning asoslaridan biri. Shu bois oddiy hisoblagichdan aqlli hisoblagichga o'tish texnik yangilanishdan ko'ra kengroq ma'no kasb etadi. Bu iste'molni aniq ko'rish, hisobni avtomatlashtirish, inson omilini kamaytirish, iste'molchining o'z sarfini nazorat qilish imkoniyatini bermoqda. Iste'molchilarga sifatli tabiiy gaz, suyultirilgan gaz yetkazib berishda boshqaruv tizimi to'la raqamlashtirildi va shuningdek sun'iy intellektni joriy qilish ishlari ham amalga oshirilmoqda. Ya'ni bugungi kunda har bir xodim o'ziga bo'lgan majburiyatda, o'ziga ajratilgan hududida amalga oshirilayotgan ishlarda u yerda aniqlangan nosozlik, gaz sizib chiqish holatlari, noqonuniy gazdan foydalanish holatlari to'la tizimda yoritilganligi uchun unga sun'iy intellekt orqali vazifa yuklash ishlari ham amalga oshirilyapti. Qariyb 93.200 kilometr gaz tarmog'iga xizmat ko'rsatuvchi hudud gaz aksionerlik jamiyatining ekspluatatsiya bo'limi raqamlashtirish oqibatida bugungi kunda to'liq jarayonni onlayn boshqaruv nazoratini qo'lga olindi. Har bir xodimni bugungi hozirdagi qilayotgan ishlari, bajargan vazifasi hammasiga baho berish tizimi joriy qilindi va natijaga erishildi. Yangi gaz taqsimlash punktlarimizni afzalligi shundan iboratki, masofadan turib bosimni ko'tarish yoki tushirish favqulodda biror bir holatlar vujudga kelganda u joylardagi xodimlari yetib borishigacha bo'lgan holatlar oldini olib, markaziy dispetcherlik pulti orqali ma'lumotlarni sozlash, o'sha bosimlarni sozlash imkoniyatiga ham ega bo'lib bormoqda. Raqamlashtirishning yana bir muhim natijasi shaffoflik. Ma'lumot qanchalik aniq va jarayon qanchalik nazoratda bo'lsa, tizimdagi subyektivlik shunchalik kamayadi. Elektron hisob, avtomatlashtirilgan nazorat, raqamli identifikatsiya, real vaqt monitoringi. Bular xizmat samaradorligini oshirish bilan birga korrupsiyaviy omillarni keskin qisqartirish uchun ham zamin yaratadi. Suyultirilgan gaz yo'nalishida 3000 dan ortiq xodimlar o'z faoliyatlarini olib borsa, ishlab chiqarish korxonalaridan to oxirgi iste'molchilargacha jarayonlarda ishtirok etadigan barcha xodimlar to'liq raqamlashtirilgan bo'lib, ularning barchasida maxsus planshetlar, ishlab chiqarish korxonalaridan toshib kelinishi, masalan, barcha hujjatlar rasmiylashtirilishi elektron tarzda hamda gaz to'ldirish inshootlarida ishlab chiqarish korxonalaridan tashib kelingan suyultirilgan gaz miqdorlarini o'lchab olish, avtotarozilar yordami yoki ularni qabul qilish barchasi o'sha elektron dastur orqali nazorat qilinadi. Aholi iste'molchilariga maishiy gaz ballonlarini yetkazib berishda barcha chilangar ta'minotchilarimizga maxsus planshetlar berilgan bo'lib, shu planshetlar yordamida iste'molchilarning o'sha hisob raqamida pul mablag' mavjudligi, ushbu mahallada istiqomat qiladigan fuqarolarmi yoki ayrim fuqarolardan kelgan murojaatlar shu chilangar ta'minotchilarga to'liq raqamlashtirish tizimi orqali yo'naltirilib, ya'ni o'sha iste'molchilarni murojaatlarini manzilli o'rganib hamda qisqa muddatlarda bartaraf etish choralari ko'rilgan. Barcha integratsiya ishlari shu E-gaz dasturi orqali amalga oshiriladi. Fuqarolarimizga yengillik yaratish maqsadida barcha ijtimoiy tarmoqlar hamda Telegram yoki messenjerlar orqali shu botlarimiz mavjud. Ya'ni suyultirilgan gaz yo'nalishi bo'yicha murojaat qilish botlari. Har bitta fuqaro o'zini fuqarolik huquqidan foydalanish maqsadida ushbu botlar orqali bemalol suyultirilgan gaz ta'minoti yo'nalishi bo'yicha yoki korrupsion holatlar bo'yicha o'z murojaatlarini qoldirishi mumkin. Ushbu yo'llangan murojaatlar mutaxassislarimiz tomonidan joyiga chiqib, manzilli o'rganiladi. Ya'ni ushbu qonuniy bo'lgan barcha murojaatlar joyida hal etib
kelinmoqda. Gaz ta'minotini samarali boshqarishda aniq va tezkor ma'lumot muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatida Argis onlayn boshqaruv tizimi joriy etilgan. Mazkur tizim orqali gaz tarmoqlari va ta'minot jarayonlarini hududlar kesimida onlayn kuzatish, mavjud holatni tahlil qilish hamda aniqlangan muammolar bo'yicha tezkor qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratilgan. Loyihalarni yuritish va ekspluatatsiya jarayonida xaritalarni yuritishga ehtiyoj doimiy bo'lgan. Bu xaritalarni, chizmalarni yuritilishi avvallari qog'oz shaklida bo'lgan. Qog'oz shaklida albatta katta masofadagi, katta maydondagi gaz tarmoqlarini kichkinagina bir qog'ozga joylashtirish juda murakkab bo'lgan. Qog'oz shaklida xaritalarni yuritishdagi qiyinchiliklar raqamli holatda yuritishga bo'lgan ehtiyojni paydo qildi. Qog'oz shaklidan elektron shaklga o'tish imkoniyati yuzaga keldi. Gaz tarmoqlarini joylashgan o'rni bo'yicha elektron to'po xarita yaratildi. Avvallari gaz yetkazib berilmaydigan hududlarda joylashgan gaz tarmoqlarini ham qo'shib hisoblaganda 100 mingdan oshiq gaz tarmoqlari raqamlashtirildi. Hududlarimizdagi har bir santimetr gaz tarmoqlarini joylashgan o'rni bo'yicha aniq ma'lumotga ega bo'ldik. Argis dasturidan foydalangan holatda 1372 ta chilangarlarimiz to'liq raqamlashtirilgan holatda o'z faoliyatlarini olib borilmoqda, ya'ni onlayn boshqaruv yo'lga qo'yilgan. Bunda har bir chilangarimizga ish kuni boshlanish vaqtida ularga kun davomida bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar bo'yicha alohida topshiriqlar tushadi va ularda aynan o'sha hududga borganda o'sha funksiyasini ishga tushirish, ya'ni aynan shu hududga yetib borgandan keyingina faoliyatini boshlanganligi to'g'risida dasturga alohida signal yuboriladi, ma'lumot kelib tushadi. Bu degani xodimlarimizni aynan belgilangan hududda o'z vazifasini to'liq va sifatli bajarilishini masofadan turib boshqarish imkoniyatiga va ularni nazorat qilish imkoniyatiga ham egamiz. Gaz ta'minoti sohasidagi har bir islohotning markazida inson turibdi. Har bir yangi quvur xonadonlar uchun iliqlik, har bir raqamli texnologiya qulay xizmat, har bir investitsiya aholi farovonligiga qo'shilgan hissadir. Raqamlashtirish yo'nalishida yosh dasturchilarda jamiyatimizda joriy etilgan raqamli texnologiyalarni yanada rivojlantirish, sun'iy intellekt texnologiyalarini keng jalb qilish maqsadida bu yo'nalishda ham yoshlar uchun startap loyihalarni e'lon qilish belgilab olingan. Dual ta'lim shaklidagi jarayonlarda yanada samarali tashkil etish maqsadida Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati hamda Toshkent davlat texnika universiteti bilan hamkorlikda Neftigaz fakultetining gaz tarmoqlariga xizmat ko'rsatish kafedrasi filialini jamiyatimiz malaka oshirish o'quv markazi negizida tashkil etganmiz. U yerda o'qituvchi murabbiylar hamda jamiyatning muhandis texnik xodimlari o'rtasida qo'shma o'quv dasturlarini ishlab chiqish, yoshlar uchun oson bo'ladigan metodik qo'llanmalarni yangilash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Gaz tarmoqlarini boshqarishda innovatsion texnologiyalar tobora keng joriy etilmoqda. Dronlar, geoaxborot tizimlari, masofaviy monitoring, sun'iy intellekt energetika tizimining yangi qiyofasini shakllantirmoqda. Gaz ta'minoti tarmoqlaridagi bosimlari rostlanishini ham masofadan turib boshqarish bo'yicha raqamlashtirilgan texnologiyalardan foydalanib kelinayotgan bo'lsa, shu bilan birgalikda quvur va undagi qurilmalarga xizmat ko'rsatuvchi barcha xodimlarimiz ham faoliyati to'liq raqamlashtirilishi natijasida ularni o'z vaqtida sifatli xizmat ko'rsatishini nazorat qilish imkoniyati ham yaratildi. Zamonaviy energetika faqat muhandislik emas, bu raqamli boshqaruv, tezkor tahlil va aniq qarorlar tizimi. Bugun gaz ta'minoti jarayonlari yagona raqamli platforma orqali kuzatilmoqda. Har bir hududdan kelayotgan ma'lumotlar real vaqt rejimida tahlil qilinib, ehtimoliy nosozliklar oldindan aniqlanmoqda. Argis tizimini joriy etilishi natijasida ko'plab qulayliklarni yuzaga keltirdi. Necha kilometr gaz tarmoqlarimiz borligi, ularning diametrlari bo'yicha taqsimoti qancha, agar mahallalarni jamlaganimizda tuman kesimidagi gaz tarmoqlarimizni miqdor jihatdan uni nazorat qilish imkoniyati yaratildi. Hisobini yuritish imkoniyatlari yaratildi. Qulayliklarini xodimlarimiz endi joylarga borganda
hamda yer osti gaz tarmoqlari qayerda joylashganligini qidirib topib vaqtini sarflashni o'rniga o'sha vaqtni aynan kamchilikni bartaraf etishga yo'naltirish imkoniyati yaratildi. Qanday qilib deganda xodimlarimizga mobil ilovalarini, Argis tizimida yaratilgan ma'lumotlar bazasini mobil ilovalari yaratildi va joylarda planshetlar orqali gaz tarmoqlarini joylarda to'g'ridan to'g'ri aniqlab joylashgan o'rni bo'yicha zudlik bilan ta'sir choralarini yoki o'chirish kerak bo'lsa o'chirish joylarini, zulfunlar qayerda ekanligini aniq ma'lumotlarini bilish yengilliklarni yaratdi. Har bir xodim bir ish kuni davomida bajargan ish hajmlarini onlayn nazorat qilish, onlayn bilib turish, qaysi yerda qanday holatda gaz tarmoqlarini ayni holatda qaysi holatda ekanligini nazorat qilish imkoniyati yuzaga kelgan bo'lsa, favqulodda holat yuzaga kelgan holatlarda unga zudlik bilan ta'sir choralarini ko'rish, ya'ni bartaraf etish imkoniyatlarini yaratdi. Suyultirilgan gaz yetkazib berish to'liq raqamlashtirildi. Iste'molchilarga suyultirilgan gaz Face ID orqali tarqatish qamrovi 90% yetkazildi. Aholi iste'molchilarga suyultirilgan gazni Face ID orqali tarqatish tizimi yo'lga qo'yildi. Ya'ni bu har bitta iste'molchiga maishiy gaz ballonni manzilli yetkazib berish, shu bilan birga talon-torojliklarni oldini olish hamda bir joyda maishiy gaz ballonlarining ko'plab miqdorda saqlanishi va yoki noqonuniy yo'llar bilan tadbirkorlik yoki boshqa subyektlarga yetkazib berilishi oldi olindi. Bugungi kunda ushbu iste'molchilarga barchasiga dasturimizdagi mavjud grafik asosida suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda. Hamda iste'molchilar tomonidan onlayn to'lovlar asosida Face ID tizimi orqali tasdiqlatib, maishiy gaz ballonlar ta'minlanib kelyapmiz. Joriy yilning 1-martidan buyon respublikamizning 3.7 million iste'molchilarga hududlarda joylashgan gaz to'ldirish inshootlari orqali maishiy gaz ballonlar to'liq Face ID orqali yetkazib kelinmoqda. Raqamlashtirishga birinchi o'rinda e'tibor berildi. Bugungi kunda ishlab chiqarish zavodlaridan suyultirilgan gazni yuklash, tashish, saqlash, aholiga yetkazib berish, tarqatish barcha jarayonlari raqamlashtirildi va barcha jarayonlarni onlayn boshqaruv tizimiga o'tkazildi. Aholiga suyultirilgan gaz berish avvallari ko'rganimizda ro'yxat orqali qishloqlarga borib qo'l qo'ydirib tarqatib kelinardi. Bu o'z o'rnida shaffoflikni ta'minlab olinmagan. Hozirda mana butun jarayon raqamlashtirildi. Aholiga gazni yetkazib berishdagi raqamlashtirishda Face ID orqali, aholining har bir kartochkasini orqali naqd to'lovlarsiz raqamlashtirilgan holatda amalga oshirilmoqda. Sohadagi raqamlashtirish jarayonlari ish samaradorligini bir necha barobarga oshirib, korrupsiyaviy omillarni keskin qisqartirish imkonini berdi. Har bitta avtotransport vositalarimizga bosqichma-bosqich nazorat qilish kameralari o'rnatib kelinmoqda. Hamda ushbu kameralar orqali hududlarda joylashgan, ya'ni maishiy gaz ballonlarini tarqatish jarayonlarini to'liq nazoratga olingan hamda shu orqali biz kunlik monitoring olib boramiz. Shu bilan cheklanib qolmasdan har bitta avtotransport vositasiga o'rnatilgan maxsus GPS qurilmalari, shuningdek inshootlarimizda joylashgan maxsus kameralar hamda ishlab chiqarish korxonalaridan barcha avtotransportlarning kirish, chiqish qismlari shu dispetcherlik markazida orqali doimiy nazoratga olinib boriladi hamda ushbu yoqish hamda o'chirish vagonlarini yoki mana avtotransport vositalarini zavodga kirib maishiy suyultirilgan gaz yuklab chiqish qismlarida maxsus qurilmalar o'rnatilgan bo'lib, o'sha maxsus qurilmalarni ochish yoki yopish ishlari faqatgina o'sha jamiyatimizning markaziy dispetcherlik tizimi orqali o'sha nazoratga olingan. Sohadagi o'zgarishlar nafaqat ichki samaradorlikda, balki investorlar qiziqishida ham namoyon bo'lmoqda. 2026-yilning birinchi yarmida gaz ta'minoti sohasiga 18,3 million dollar miqdorida xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiya yo'naltirildi. Bu ishonchning ham bir ko'rsatkichi, zero investor uchun eng muhim mezonlardan biri tizimning barqarorligi, ochiqligi va uning istiqboli. Avstriyani Fibron Piper tashkiloti bilan hozirgi kunda biz memorandum imzolangan va memorandumga asosan bugungi kunda Jizzax viloyatida pilot loyihasida Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib turib, kompozit gaz quvurlarini qurish va ishga tushirish ishlari amalga oshirilib borilmoqda. Shu bilan birgalikda Xitoy Xalq Respublikasining Keyruy kompaniyasi bilan birgalikda ham alohida yana memorandum imzolangan. Yangi zamonaviy kompozit polietilen gaz quvurlarini ishlab chiqarish va ishga tushirish borasida ishlarimiz amalga oshirilib kelinmoqda. Mazkur gaz quvurlarining afzalligi birinchidan oldingi metal gaz
quvurlarimizga nisbatan birinchidan yengilligi, ichki yuzasini silliqligi, o'tkazuvchanlik qobiliyatining yuqoriligi va shu bilan birgalikda ularga qo'shimcha kimyoviy himoyalari zarur bo'lmaganligi, elektr energiyasiga talabi yo'qligi, korroziyaga chidamliligi va uzoq muddatlar davomida foydalanishda yaroqli bo'lishini inobatga olgan holatda, ya'ni mazkur o'sha kompozit gaz quvurlarimiz 50 yillik muddatga foydalanishga yaroqli bo'lishini inobatga olgan holatda yangi zamonaviy texnologiyalar amalga oshirib kelinmoqda. Gaz ta'minoti tizimidagi islohotlarning haqiqiy bahosi faqat raqamlarda emas, u insonlar hayotidagi o'zgarishlarda namoyon bo'ladi. Bugun sohadagi har bir sa'y-harakat avvalo inson manfaatiga xizmat qilish tamoyiliga asoslanmoqda. Kimdir gazi past yonadi, kimdir gazi ko'proqlari, kimdir motor qo'yib, nasos qo'yib tortayotadi. Xalq o'shani hisobdan ham qiynaladi. Nazoratchilar bo'lsa, kelib, sizni bu nomeringizni, boshqa nomermi, familiyangizni yozadi-da, ko'tarib keladi. Mana sizni qarzdorligingiz buncha deydi. Hisoblaganingizdan bu ko'rinib turibdi o'zi hammasi. Yo'q deydi, sizda qarzdorligingiz bor deydi. Yangi O'zbekistonning sharofati, prezidentimizni sa'y-harakatlari bilan shunday bir chiroyli davrga o'tib qoldikki, bironta nazoratchi kerak emas. O'zingiz uchun o'zingiz harakat qilasiz, pulini to'laysiz, yonyapti. Muammo yo'q. Prezidentimizga rahmat. Mana shu narsalarni bizga tashkillashtirib, qanday yashash kerak, nima qilish kerakligini xalq tushunyapti endi. Mana aqlli hisoblagichlar qo'yilib, har bir o'sha fuqarolar telefonidan ham shunday o'tkazaveryapti. Ayrim chet joylarga gaz borsa-da, joylarga yetib bormasdi. Aqlli gaz hisoblagich qo'yilgandan keyin gaz qanaqadir tejaldimi yoki bo'lmasa o'g'irlikdan olindimi, lekin hamma o'sha boya xonadonlarga yetib borilyapti. Muammo bo'lmayapti. Bugun mana shu islohotlar amalga oshirilib, o'sha raqamli tizimga kirib, joylarga gazlar yetib boryapti. Hattoki o'sha viloyatimizda Forish tumanidagi uzoq o'sha qishloqlariga yoki Zomin tumanidagi uzoq qishloqlariga ham suyultirilgan gazlar mashinalarda olib borilyapti. Gazi tugab qolsa, borib to'lab kelish uchun qancha sarson bo'lib, borib shu gazni idorasiga soatlab ochratga turib, gazni to'lash uchun bir kun vaqtini yo'qotadi. Hozir hamma narsa raqamlashib ketgan. Shu onlayn to'lov amalga oshirish uchun 1 minut vaqt yetarli. Ilgari mana shu gaz quvurlari palaparchga o'tkazilgan edi. Har joydan tortib ketilgan. Hamma bitta qo'shnisi bilan kelishgan 4 kishi bo'lib tortgan. Yana qo'shnisi bilan kelishgan 8 kishi bo'lib tortgan. Mana shu quvurlarning hammasi olib tashlanib, yangi quvurlar bitta tartibga tortib kelinyapti. Bizning telefon raqamimiz, har birimiz abonent raqamimiz bor. Shu abonent raqamimizga qarzdorligimiz bo'lsa, birdan kelib tushadi. Birdan o'z vaqtida bartaraf qilamiz gaz yo svet boshqasi o'chib qolmaydi. Mahallada mana tejamkorlik borasida gaz tarmoqlarida hammasi o'zi aholi tayyor turibdi. Shu ortiqchasini ishlatmaydi. Oilaviy byudjetga zarar qilishi mumkin. Kerakli iste'molni oladi, kerakli iste'mol olgandan keyin o'chirib qo'yadi. Isrof qilmaydigan gazni iste'molchiga kerakligini berib, keraksiz vaqtda o'chib qoladigan yaxshi gaz plitalar o'rnatishyapti. Islohotning eng katta sarmoyasi inson kapitali. Zamonaviy texnologiyani joriy etish mumkin. Eng murakkab tizimni qurish mumkin, ammo uni boshqaradigan bilimli, tashabbuskor va mas'uliyatli mutaxassislar bo'lmasa, texnologiyaning o'zi yetarli emas. Shu bois energetikaning bugungi islohoti nafaqat infratuzilma, balki yangi avlod mutaxassislarini tayyorlash jarayoni hamdir. Avvallari malaka oshirish yo'nalishida, yoshlar bilan ishlash yo'nalishida faqatgina ular amaliyotga chiqqanlaridagina ishlab chiqarish xodimlariga biriktirilgan holda 1 oy amaliyot o'tashardi. Mana bugungi kunda ular o'quv jarayonlari bilan hamohang tarzda ishlab chiqarish tashkilotlarida o'zlarini olgan nazariy bilimlarini bir vaqtning o'zida amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu borada Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida yosh malakali kadrlar uchun maxsus o'quv mashq poligonlari tashkil etildi va pedagogik mahoratga ega bo'lgan injener, texnik xodimlar ularga murabbiylar etib belgilanishdi. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan tarmoq korxona oliygoh zanjiri asosida dual ta'lim shaklidagi o'quv shartnomalari imzolandi. Bu shartnomalar respublikamizda mavjud oliy texnik bilim yurtlari bilan amalga oshirildi. Bunda dual ta'lim shaklidagi jarayonlarga oliy ta'lim muassasalarining ilmiy xodimlari va ilg'or bitiruvchi yosh talabalari jalb etilindi. Bugungi kunga qadar dual ta'lim shaklidagi o'quv jarayonlarini bitirgan 100 dan oshiq talabalar Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tizimida doimiy ish bilan band bo'ldilar. Jarayonlarda talabalar
bevosita o'sha ishlab chiqarish maydonlarida yoki gaz qurilmalarida o'zlari qo'llari bilan o'sha qurilmalarni ushlab, sozlab, raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali o'quv yakuniga qadar tayyor mutaxassis sifatida shakllanmoqdalar. Oliy ta'lim bilim yurtlarini tamomlaganlaridan so'ng birdaniga gaz ta'minoti tizimida muhandis texnik xodim sifatida ishlarini mustaqil boshlash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bugun ta'lim olayotgan yoshlar ertaga tarmoqlarni boshqaradi. Bugun o'rganilayotgan texnologiyalar esa ertangi energetika tizimining asosiga aylanadi. Hudud gaz aksiyadorlik jamiyatining asosiy vazifasi bugungi kunda tabiiy gazni iqtisod qilish, nobudgarchilikka yo'l qo'ymaslik, korrupsion holatlarni oldini olish va eng asosiysi sifatli tabiiy gaz mahsulotini aholiga yetkazib berishni ta'minlash. Bizni niyatimiz xonadonda faqat gaz yaxshilikka, iliqlikka xizmat qilishi. Shu fursatdan foydalanib fuqarolarimizni, iste'molchilarimizni xonadonlarida tabiiy gaz ham, suyultirilgan gaz ham faqat yaxshi kunlarida, yaxshi maqsadlarda yonib turishini tilab qolardim. Gaz ta'minoti tizimida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar bu inson manfaati ustuvor qo'yilgan, zamonaviy texnologiya va samarali boshqaruvga tayanilgan uzoq muddatli taraqqiyot strategiyasining amaliy ifodasidir. Yangilangan infratuzilma, raqamlashgan jarayonlar, kuchaytirilgan xavfsizlik va sifatli xizmat. Ularning barchasi yagona maqsadga xizmat qiladi. Xalqqa munosib sharoit yaratish, har bir xonadon va har bir hududda ishonchli energetika ta'minotini ta'minlashdan iborat. Zero barqaror energetika iqtisodiyotning harakati, iqtisodiyotning barqarorligi xalq farovonligining poydevori. Xalq farovonligi esa har qanday islohotning eng oliy maqsadi. Yangi O'zbekistonda gaz ta'minoti tizimi ham shu maqsad sari yangilanmoqda. Inson uchun, barqarorlik uchun, kelajak uchun.